Hi everyone, welcome to the High Language Training Center video classroom. And today we will learn new concept English Book 1, Lesson 45, The Bus's Letter. Sağollaşlı yaxşımızlar. Endi bugungi darsimizda birinchi qism, ya'ni 45-chi dars bo'lgan The Bus's Letter degan bo'sh darsni o'rganib chiqmoqchi. Anda sağollaşlı bo'lsa, o'zingizning bu shu 45-chi darsningki kitobdagi shu darsni tepib, echib, qulog'inglarda bo'lsa bir mashq kitobda bo'lsin, xotir debda, uniki bo'shlar bu asosda bo'sh darslarni bir yaxshi takrorlab ketsanglar. Xo'sh, avval hamda biz shu bugungi darsimizniki muhim bo'lgan bir necha yangi so'zliklar bor. So'zliklarni o'rganib chiqqandan keyin endi tekst o'rganaylik. Xo'sh, hamda birinchi so'z nima desanglar? Can. All right? Can. All right. Balkim bu so'zni o'rgangan bo'lishinglar mumkin savolashlar. Qarab hamda bu yerda bu can degan nima desanglar? Qilolamoq, lalamak. Demak, shunday bir qobiliyatga yoki shunday bir imkoniyatga ega bo'lmoq. Masalan, I play football. Endi bu men futbol o'ynayman degan gap endi. Okay. Endi buningga bu canni qasaq nima desanglar? I can play a football. I can play a football. Men futbol o'ynay olayman. Okay, men futbol o'ynay olayman. Demak, endi bu yerga can deganimiz nima desanglar? Shuni qilolamoq, lalamak. I can play football. Can you play football? Oy futbol o'ynay olamsiz? Men futbol o'ynay olayman. Demak, endi bu yerga can deganimiz nima? Shunday ishni qila olaman. Masalan, she speaks English. Endi u ingliz til so'zlaydi. Masalan, u uyg'ur so'zlaydi, u xanzur so'zlaydi, u ingliz so'zlaydi. Shunday bir odati. Demak, ham davomli qilingan ish. Endi she can speak English. Endi bu yerga she can speak English deganimiz nima desanglar? U inglizcha so'zlay oladi. Demak, shunday bir qobiliyatga ega. Shunday bir iqtidorni o'ziga nima mujassamlagan degan gap. U shuni qila oladi, shuni qilish qodir demakchi. Demak, can qila olmoq, lalamak. Masalan, what about this? You know, he can swim. And he can swim. And u nima qila oladi? U so'za oladi. Okay, u so'za oladi. Masalan, we can help you. Biz sizga yordam qila olamiz. Demak, endi bu yerga can deganimiz nima desanglar? Qila olmoq. Masalan, for example, look, Jim can drive a car. Jim qanday qila oladi? Mashina hayday oladi. Jim can drive a car. Jim mashinani hayday oladi. Can he drive a car? U mashina hayday olamdi? Can he? Okay. U nima qila olamdi? Mashinani hayday olamdi. He can drive a car. U mashina qanday qila olmaydi? Hayday olmaydi. He can't drive a car. U mashina qanday qila olmaydi? Hayday olmaydi. Okay, u mashina hayday olmaydi. He can't drive a car. You can do this. Endi bu yerga yana kendinki qila olmoq, lalamakdan sirt yana nimani bor desanglar, bu yerda unda qis bo'ladi degandan derak bir. Masalan, you can do this. Siz bu ishni qilsangiz bo'ladi yoki qanday qila olasiz? Can you do this? Buni qila olamsiz? Demak, endi o'sha canni oldiga chiqsangiz nima bo'ladi desanglar, oddiy savol jumlaga aylandi. Demak, canni oldiga chiqsak, masalan, he can drive a car. Can he drive a car? Okay, he can drive a car. Can deganiga nima qilsak nima bo'ladi desanglar, bu inkor jumlaga aylandi. Endi bir alohida so'roqqa aylantirsak desanglar, buni desning o'rniga what ni almashtirib qo'ysak nima? What can you do? What can you do? Okay, endi siz nima ish qila olasiz? Okay, what can he do? U nima ish qila oladi? What can she do? U nima ish qila oladi? What can we do? Biz nima ish qila olamiz? Demak, endi bu nima alohida bo'lgan bir savol jumlaga aylandi. Demak, endi bu yerga can qila olmoq, lalamak. Okay. Can you make the tea, Sam? Deb o'rgan gapmi? Can you make the tea? Choy damlay olamsiz. Shunaqa? Okay, yes I can. No I can. Demak, endi to'liq shakli yes I can make the tea.
Endi make the teeth chiqib bo'ldi, shunami? Chiqib bo'lgandan keyin buni qaytalashniki o'rni yo'q. Shuni qisqarab ketib, yes I can lam qilib qoldi. Yes I can. No, I can't. Yes, I can. No, I can't. So, can I have your name, please? Okay. Endi ingliz tilida mesela ismingiz nima degani what is your name? Shunami? Uningda sirt yana bir so'rash so'l nima desanglar, can I have menda bo'lsa bo'lamdi your name, please? Sizning ismingiz. Demek ismingizni bedab bersangiz xafa bo'lmay degan gap shu. What's your name? Yoki telefon numarangizni qancharsanglar, can I have your phone number? Okay. Can I have your phone number? Oy, telefon numarangiz qanchadir? Yeah, can I have your WeChat number? Okay. WeChat o'yinlari. Can I have your WeChat number? Sizning o'yinlar numarangizni qanday bilsam bo'lamdi? You can come here. Endi siz yoki siz qanday bo'lmaydi. Demak, endi boshqalardan so'rab nima qilganda, masalan, can degan yana bo'ladi degandan ana qildirsanlar bo'ldi. Masalan, can you wait for me? Siz meni saqlab tursangiz bo'lamdi? Can you wait for me? Can you wait for us? What can you see? Siz nimani ko'ringiz? What can you see? Shunami? Can you see the book? Kitobni ko'ra olasizmi? Can you see the book? I can't see the book. Men qanday qilamadim? Kitobni ko'ramadim. Kitobni qanday qilamadim? Ko'ramadim. All right. Xo'sh, endi ikkinchi so'zimiz nima desanglar? Boss. All right. Boss. Buni balki ma'lum bo'lsangiz mumkin. Boss. Okay, boss nima ish qilganim? Xo'jayin. Qaranglar bu rasmlarga. Bu ikkilaylar nima desanglar? Boss. One is Apple, another one is Windows. Shunami? Birisi olmaning xo'jayini, birisi nimaniki? Windowsniki. Okay. And the bus is coming. The bus is coming. Xo'jayin kelyapti. Xo'jayin kelmoqchi. Shunami? Okay, where is your bus? Xo'jayiningiz nima? Qayerda? Demak, where degan alayda savol olmish. Shunami? Onkin is your boss woman? Okay. Sizning xo'jayiningiz nimami? Ayol kishimi? Is your boss woman? Is your boss woman? Good. I don't like your boss. Okay, I don't like your boss. And that means nimangizni xo'jayiningizni qanday qilmayman? Yoqtirmayman. I don't like your what? Boss. I don't like your boss. Please give it to your boss. And buni xo'jayiningiz qanday qilib berib qo'ysangiz. Okay, demak endi bu yerda boss ism kana. Keyingisi nima desam? Minute. Okay, minute. A minute deb o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Minute. Okay, aksiyonlar minute. Good. Ana bu minute deganimiz shu minute degan gap savolashlar. Masalan, wait a minute. Okay, 1 minut saqlang. Endi bu 1 minut saqlanma desa, qisqa vaqt saqlang. Bir jindek tutib tursangiz, yoki jindek saqlab tursangiz deb qo'yamiz, shunami? Endi qisqa vaqtni bildirdi. Okay, so can you come here a minute please, Bob? Can you come here? Bu yoqqa kelsangiz bo'lamdi? A minute, 1 minut. Demak, birdan bu yoqqa kelsangiz bo'lamdi. Shunami? What can you do in 2 minutes? Okay. And what can you do? Degan nima edi? Siz nima ish qila olasiz? In 2 minutes. 2 minutda. Siz 2 minutda nima ish qila olasiz? What can you do in 2 minutes? I have only 1 minute time. Okay, I have only 1 minute time. Meni faqat nima? Birlam minut vaqtim bor. I have only 1 minute time. 1 minut qana vaqtim bor. Demak, endi minut degandan mushariki birisi intan qisqagina bir vaqtni, biroz vaqt yoki ozroq birdam degan gap, wait a minute. Bizdan saqlab tursangiz yoki jindek tutib tursangiz deganda derak berdi. Xo'sh, next one is ask. Okay, ask. Ask deganimiz nima? So'mak. Masalan, ask a question, savol so'mak. Shunami? Okay. Ask somebody to do something. Okay, please go and ask. Go, please go and ask. Okay, please go and ask. So you can ask your teacher. Okay, you can ask. Siz so'rsangiz bo'ladi your teacher, muallim olsin.
Demek siz bu narsani muallimingizdan qanaqa qilsangiz bo'ldi, so'rsangiz bo'ldi. Okay, you know, I have something to ask. Meni bir so'raydigan gapim bor. Bir narsam bor deshnama. I have something. Okay, I have something to ask. So ask somebody to do something. Okay, ask somebody to do something. degan ma'lum bir kishidan mendaq bir ishni talab qilmoq. Ask somebody to do something. So why do you ask me that? Why siz nima ish mendan uni so'raysiz yoki shuni talab qilasiz degan. Okay? Masalan, he asked me to type this letter. Okay, u mendan bu xat berishimni qanaqa qildi, talab qildi. Demek endi talab qilmoq bo'lsa, men ask somebody to do something. Agar endi talab qilmaslik, menda qilmaslikni talab qilish bo'lsa, ask somebody not to do something. So, do you have any questions to ask? Endi sizningki so'raydigan savolingiz bormi? Do you have any questions to ask? Do you have any questions to ask? All right, next one is handwriting. Okay, handwriting. Qaranglar, hand deganimiz qo'l degan gap, writing deganimiz yozishmi? Okay, and who is handwriting degan shu qo'l yozmasi degan gap. Qaranglar. Bu qo'l yozma chiroyliqmikan? Okay, whose handwriting is this? Okay, endi bu qo'l yozmasi kimdan? Bu po'jark kimdan? Demakchi, endi bir qo'lda yozilgan narsa handwriting. My handwriting is not good. Meni xatim ancha chiroyli emas. Demakchi, endi xat yozganda qaraymiz-ku endi. Chiroyli yozamdi yoki satmi? Demak, endi my handwriting is not good. Meningki po'jarkam qanday ancha yaxshi emas. Yana her handwriting is beautiful. Oyo, uningki endi qo'l yozmasi chiroyli. G'alati qizlarniki intan chiroyli-ku endi shunaqaqa muallimlar. Oyo, ajab xatingiz qizib olni kerak chiroyli ekan deydi. Demak, endi qizib oldi salam, astaydilroq. Endi u avvalama yezibdi-da, agar astaydillan bo'lib qolsa, shu shunami? Chunki ko'pincha xatda do'stni xatchilar erlarning junama, lekin ayollarning jiqliqni anglab boqdim shaxsan. Okay, lekin hamda bu qandalam odamlar bo'lsa, chiqib astaydillan bo'lsa-chi, chiroyli yozdir bu handwriting degan. Har qanday ish qilsanglar, cho'qim astaydillan bo'ldi degansizlar. O'g'il o'g'illamsizlar, qiz o'g'illamsizlar, o'qishlar qanday desanglar, yozib ketgan gap.